Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda tog' etagida kichkina qishloq bor ekan. Bu qishloqda Ali ismli bola yashar ekan. U hali juda yosh bo'lsa ham boshqalardan tirishqoqligi, aqli, farosatligi, insoniyligi bilan o'zgarib turar ekan. Ali o'simliklarni juda yaxshi bilarkan. Qaysi giyoh nimaga foyda, qaysi barg qaysi dardga davo ekanligini buvisidan o'rgangan ekan. Buvisi o'sha yurtlarni eng mashhur dong'i ketgan tabibi ekan. Alini buvisi doim shunday der ekan: "Dardni davolashdan oldin yurakni tushunish kerak bolam" der ekan. Bir kuni buvisi og'ir betob bo'lib qolibdi. Bundan qishloq ahli xavotirga tushibdi, chunki u juda mashhur tabib ekanda. Ali esa qo'rqmabdi. U tog'ga chiqib buvisi o'rgatgandek dorivor o'simliklarni terib kelibdi, qaynatib ichiribdi. Allohning izni bilan buvisi sog'ayib ketibdi. Oradan ko'p o'tmay qishloqqa sirli kasallik kelibdi. Odamlar darmonsiz, bolalar isitma qilib yotib qolibdi. Katta tabiblar kelibdi, lekin foyda bo'lmabdi. Shunda Ali oldinga chiqib, "Ruxsat bersangiz, men sizlarni ko'rib, sizlarni davolayman" debdi. Hamma kulib yuboribdi. Bu hali kichkina-ku, ammo boshqa chora qolmabdi. Ali o'rmonga borib, tog' soyasida o'sadigan kamyob giyohni topib kelibdi. Uni toza suv bilan aralashtirib bemorlarga beribdi. Oradan 3 kun o'tib, odamlar asta-sekin tuzalib ketibdi. Qishloq ahli hayratda qolibdi. Ular Alini endi kichkina tabib deb atay boshlashibdi. Alini qilgan bu fidokorligi mamlakatlarga duv-duv bo'lib tarqalibdi. Bir kuni qishloqqa podshohning elchilari kelibdi. Podshohning o'g'li og'ir xasta. Agar uni kim davolasa, podshoh unga katta mol-mulk beradi deb ovoza chiqarishibdi. Ali saroyga boribdi. U shahzodani tomirini ushlab, yuziga qarab va sekin: "U faqat doriga emas, mehrga ham muhtoj ekan" debdi. Chunki shahzodaning onasi vafot etgan ekan. Shahzodaga hech kim onasiday mehr berolmayotgan ekan. Ali nafaqat shahzodaga dori beribdi, balki har kuni u bilan gaplashib, ko'nglini ko'tarib, u bilan sirdosh bo'libdi. Oradan vaqt o'tib, shahzoda sog'ayib ketibdi. Podshoh Aliga oltin beribdi. Ali oltinni hammasini olmabdi. Keragicha olib, qishlog'iga qaytib, u yerda shifoxona quribdi. Ali kichkina tabib nomi bilan mashhur bo'lgach, bir kuni qishloqqa qora libosli notanish odam kelibdi. Uni yuzi rangsiz, ko'zlari chuqur botgan, ovozi esa juda past ekan. "Meni hech kim davolay olmayapti, balkim sen davolay olarsan", debdi Aliga o'sha notanish inson. Ali uni tomirini ushlab ko'ribdi, ammo bu doimiy kasallik emasligini darrov sezibdi. Bu qo'rquv va g'amdan keladigan dard ekan. Notanish odam Aliga sirli xaltacha beribdi. "Mana shu xaltachadagi o'simlikni topib kel. Bu meni tuzatadi. U faqat tumanli o'rmonda o'sadi", dedi notanish kishi. Bu o'rmon haqida hamma qo'rqinchli gaplar gapirar ekan. Kim kirsa yo'lini yo'qotar deyishar edi odamlar. Ali qo'rqmabdi. U tong sahardan yo'lga chiqibdi. O'rmon ichida qushlar jim, daraxtlar qalin, havo sovuq ekan. Bir payt oyoqlari toyib botqoqqa yiqilib ketibdi. Ali botqoqdan qiyinchilik bilan chiqib olibdi. Shu payt kichkina oq qushcha paydo bo'libdi va Aliga yo'l ko'rsatishni boshlabdi. Chunki Ali bu qushchaga doim don, suv berar ekan. Ali qushchani ortidan borib, kumush rangli giyohni topibdi. Ali qaytib kelib, giyohdan dori tayyorlabdi. Notanish odam ichishi bilan uni yuzi yorishibdi, ko'zlari yoshga to'libdi. Notanish kishi aslida
tabib bo'lganini, kibrga, ochko'zlikka berilib shunaqa kasalga duch bo'lganini aytibdi Aliga. Ertasi kuni u odam g'oyib bo'libdi. Uni o'rnida eski kitob qolibdi. U kitobda butun bir dunyo tabiblarining g'oyalari, bilimlari bor edi. U kitobni o'qib, bilib, bilimlarini oshirib, katta tabib bo'lib yetishibdi. Ali bilimga chanqoqlilarga bilim o'rgatibdi, tabiblikni o'rgatibdi, dunyo kezibdi. Yo'q kasalliklarga davosi yo'q, topilmagan kasalliklarga davo topibdi.